ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmetni başqalardan farqlandirib turadigan afzalliklar. Bugun programmaning eng oxirgi qismiga xush keldinglar. Shu munosabat bilan men Allohdan bu darsimning manfaatli bo'lishini so'rash bilan birga sizlarningmi go'zal ravishda foydalangan bo'lishinglarni umid qilaman. Va shundaqla meningdek bir qarindishinglarni duolaringlarda eslab qo'yarsizlar. Darsimizning eng oxirgi qismini zarur deb qargan muhim bir tushuncha bilan oyoqlashtirishni niyat qildim. U bo'lsa-mu İslam ümmetini farqlandirib turadigan eng muhim afzalliklar. Albatta ümmetning hamma ishlari ijobiy emas. Ammo hamma ishi salbiy emas. Hatta bugungi ochiq amaliyatimizning hammasi salbiy emas. Undaqda bugun bizni boshqalardan farqlantirib turadigan afzalliklar nima? Aniqki, yili ham bizda buyuk va kuchli ijobiy taraflar bor. Bu madaniyat ilmida millatning asosli kuch-quvvati deb ataladi. Bu kuch-quvvatni tegi tahdidan bilib chiqalsak, shundaqla buningga asosan kelgusi qurmoqchi bo'lgan madaniyatimizning planini tuzib chiqalsak, shaksizki millatlar orasida eng kuchli millat bo'la olamiz. Bizni boshqalardan farqlantirib turadigan afzalliklar nima degan temaga kirishdan burun yoshlarning ichidagi chorsizlikni so'kib elib, parlaq bir kelajak qurish uchun barobar otlanishimizni umid qilaman. Ummatning eng muhim afzalligiga kelsak, birinchi afzallik ro'shan va ochiq yo'l. Alloh taolo bizga to'g'riliqida shak bo'lmagan shariat, ya'ni ochiq bir yo'l ko'rsatib berdi. Bu yo'l hayotning hamma mushkulotlarini hal qiladi. U insonlarning javob topolmay tingirqab qolgan buyuk savollarga javob beradi. Chunki bizning shariatimiz o'zgarmas, nurli Qur'oni Karim, sunnat va payg'ambar alayhissalomning hayoti ustiga qurilgan. Mana bu bizni alohidalikka ega qilgan afzalliklarning biridir. Ammo boshqa millatlar o'zliksiz o'zgarmas manhaj va yo'l tepishga urinib, hal qilinish kerak bo'lgan masalalarga javob izlamoqda. Allah bizga bu asosni va ro'shan va to'g'ri bo'lgan manhajni ato qildi. Ikkinchi afzallik ummat ichida nihoyat aniq bo'lgan islom dinini va olimlarni hurmatlash masalasi. Kishilar orasida nazaringizni yugurtib boqqudek bo'lsangiz, xalq ichidagi eng fosiq va yo'ldan chiqqan odammu dinni va olimlarni hurmatlaydi. Yaman nazarda qaraydiganlarning nisbati nihoyat oz bo'lib, xalqning hammasi digudek olimlarni hurmatlaydi va qadrini qiladi. Mana bu nihoyat muhim nuqta. Chunki manhaj nihoyat yaxshi va kuchli bo'lsa-mu, agar uningga ishonadigan va hurmatlaydigan insonlar bo'lmasa, uning hech qanday qimmati bo'lmaydi. Shuningdek, insonlarga haqiqiy erkinlik berilsa, adil bir tanlash o'tkazilsa, bu dinni tanlaydi va bu dinni o'zining yashash metodi qiladi. Kishilar islom dinini yaxshi ko'radi. Gunohlarini e'tirof qilish bilan birga gunoh o'tkazgan va dinning talablarini to'liq ado qila olmagan insonlarmi bu dinni tanlashga tayyor. Demak, erkinlik bo'ladigan ummatning ko'pchiligi
Allohning dinini tanlaydiganligi nihoyat aniq. 3-chi afzallik yoshlarning nisbatining ustun bo'lishi. Bizdagi yoshlarning soni har qanday bir millatdagi yoshlarning sonidan eshib ketadi. Bu faqat bizda bor bo'lgan bir ortiqchilik. Tekshirishlarda ma'lum bo'lishicha, bizdagi 25 yosh ostidagi yoshlarning nüfus nisbati 60%. Yaponlarniki qaraydigan bo'lsak, orallar 21%. Boshqa g'arb davlatlari va Amerikani selishtiradigan bo'lsakmi, ularning yoshlar nüfusi xeyli to'van. Yoshlar bo'lsa himmatlik, qo'rqmas, avangard, qizg'in, qiyinchilikqa intilib turadigan bo'lib, yosh cho'nglar ikkilanish, qo'rqish, haddidan ziyoda hazar qilish ichida bo'ladi. Ya'ni kelib cho'nglar yoshlarga qaraganda oz unum beradi. Hamda ularga qilinadigan xarajatni yoshlarninkidan ko'p miqdorni egallaydi. Bu ustunlikni eganlagan yoshlar to'pi bilan dunyo raqobat maydonida beygiga tushishga qodir bo'la olamiz. Eng oxirgi afzallik ummatdagi hissdoshlik va yaxshilikni sevish istiqining kuchli bo'lishi. Ummatdagi javlan bo'lib turgan hissdoshlik va yaxshilikni sevish istiqi uni g'oyasiga sodiq bo'ladigan va bu g'oya yo'lida hamma narsasini bag'ishlay oladigan sifatga ega qiladi. Hissdoshlik, himmat va bag'ishlash kuchiga ega bo'lgan yoshlar, sizlarga eng oxirgi so'zim shuki, kelajakda gullanish yo'lidagi rolinglarning nima ekanligida yaxshi o'ylanib chiqinglar. Men bu yerda sizlarga shunday bir xush bishorat beramanki, İslam madaniyati qaytadan sizlarning qo'linglarda ko'klaydi. Alloh bilan qasam qilamanki, go'yo sizlarni ko'rib turgandek u kunlarni hozir ko'ryapman. Bu masalaga alohida ko'ngil bo'linglar. Bu ummatning gullanishida sizlarning mu haqiqiy bir rolinglar bo'lsin. Ümidsizlikni cho'rib tashlab, himmat va barliqinglarni atash uchun yo'lga atlaninglar. Oxirida Alloh taoladan kunimizdagi yoshlarimizning o'z dini va madaniyatini qo'g'dash yo'lida va shundaqla hurlikni qo'lga keltirishda qilgan mujodilasida qadamlarini mustahkam qilib berishini so'rayman.